Assalomu alaykum. Bugun 8-mart. Urug'dan bezakilgan tomorqamizdamiz. Xo'sh, boshlang'ich qilingan xatolarning badalini to'layapmiz. Bu yerda video qilgandim. Agatlar yopilib qolgan, shuning evaziga anchalik muammolar bo'lgan deb. O'shani endi qo'lda ochib chiqyapmiz. Mana shu agat yopilib qolganini evazida anchalik mana shu yerlarda xatolar bo'lgan. Kichkinagina urug'chalar bor. Mana ko'chatlar endi chiqib kelyapti. Bu yerda vaholanki tagiga o'tirib boshlagan. Shu xatoni qilmaslik uchun mana suv yurganda agar ustiga yurmaydigan qilib olishimiz kerak. E'tibor qilasizlar. Bu yerlarda kamchiliklar ko'p, sababi bu yerda yer hasharotlariga qarshi dori berilmagan. Bu yerlarda yaxshi ancha. Bu yerda to'prog'i juda ham abgor holatda edi. Mana shu ko'rinib turgan nimadan old tarafi yaxshiligi bu yerda yer qizib turgan. Pomidor, bodring, mana shu qovun tarvuz ekilgan. Bu yoqda ikkinchi ekin yaron ekilgandi. Mana shu yerda alohida ko'rinib turgani 1 2 3 4 5 ta, mana shu 4 ta 5 talar yaxshi bo'lib turgani sababi mana shu yerda yer yaxshi edi. Chiqib kelishi, urug' chiqib kelishi ancha boshqalarga nisbatan ancha yaxshi. Bu yerda yomon. Pastki qismimizda ancha yaxshi. Hammaga rahmat.